Bu masjid qibla masjid. Ana shu qibla hozir qayerga qarayapti? Makka qarayapti. Ka'baga qarayapti. Mana minbar imomning minbari. Qibla masjidi bilan ajoyib me'mor qilingan. Mikotdagi Zulxulayfa masjidiga o'xshaydi. Eslab qo'ying, xuddi shunaqa qilingan. Mikotga ham chiroyli, ajoyibda qaraydi. Tushunarli? Mana jenskiy otel. Mana bu ikkinchi qibla o'g'li. Ko'rdinglar tepada turib, to'g'ri mehrob. Ko'rdinglar tepada mehrob. Ona mehrob. Ashi ikkinchi qiblani emblemas. Avval mayat ishida o'rnida mehrob bo'lgan. Masjid tomon qarab namoz o'qishayotgan bo'lganda, keyin imom ashirdan turib naqayan keyin imom masjid turib, saf orasida o'smir bir turib keyin men ko'rgan. Men qarab turgan odamlar menga bir qarashib bo'ldi. Bir namozni, farz namozi ichida nechta qibla bo'ldi? Ikkita qiblali bo'ldi. Mana shu qibla ona, ikkinchi qibla tevatta. Ko'rdinglar ana? Mehrobda eslatma qator qoldirib qo'yishgan. Ikki qibla deb atalib qolish sababi shu. Kelishdik? Ayol ketib. Turib hozir 2 rakat namoz o'qiysizlar, inshaalloh undan keyin chiqib qolamiz. O yangi tomonlama ko'rsam, sizlar ishdan kutib turaman. Davayt, 2 rakat namoz o'qiymiz.